o'tmishga ega yurtimiz tarixi nihoyatda boy va rang-barangdir. Xususan Surxon vohasi o'tmishi ham vatanimiz tarixining bir bo'lagidir. Viloyatda joylashgan Termiz arxeologiya muzeyi esa muzeydan so'zlovchi nodir topilmalarni saqlab, yurtdoshlarimiz va jahon ummasiga namoyish qilib kelayotgan bebaho maskandir. Bugungi videorolikimizda biz muzey ko'rgazma zallarida o'rin olgan yovvoyi hayvonlar, terrakota haykalchalar haqida so'z yuritamiz. Xo'sh, terrakota bu nima? Italyancha terra yer, tuproq, kotta qizdirilgan degan ma'noni anglatadi. Loydan ishlanib xumdonda pishirilgan va dastlab sirlanmagan va keyingi davrlarda sirlangan badiiy hamda amaliy xususiyatga ega mayda haykalchalar, sopol buyumlar terrakota buyumlari hisoblanadi. Arxeologik tadqiqotlar jarayonida topilgan turli hayvonlar shaklida yasalgan terrakota haykalchalari nafaqat o'tmish, balki tabiat bilan bog'liq qimmatli ma'lumotlar berish bilan ham alohida xarakterlanadi. Termiz arxeologiya muzeyida ham shu xildagi haykallar ko'plab topiladi. Ularning ko'pchiligi Ayritom, Mirzaqultepa, Eski Termiz, Oqqo'rg'on, Zartepa yodgorliklaridan topilgan milodiy 2-3 asrlarga oid terrakota haykalchalardir. Tulpor, yovvoyi to'ng'iz, qoplon, o'rdak, burama shoxli tog' echkisi, qo'chqor, mushuk shular jumlasidandir. Ushbu topilmalar qadimgi Baktriyaning kushon davri nodir eksponatlari bo'lib, mazkur davrning ijtimoiy-iqtisodiy, xalq hayoti va xo'jaligi, tabiiy muhiti hamda e'tiqod masalalarini yoritishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu va boshqa turdagi eksponatlar haqida kengroq ma'lumot olishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishingizni va albatta Termiz arxeologiya muzeyiga tashrif buyurishingizni tavsiya etib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.